ixtiyoriy ravishda sahardan niyat qilamiz u. Saharlikni qilamiz, niyat qilamizmi? Navayton asuma shahri Ramazon minas subhi ilal mag'ribi xolisan lillah. Allohu akbar. Ana endi peshinlarga borib kundalik abid qiladigan paytimizda sekin oshqozon uyg'onadi-yu, bezovta bo'ladi-yu. Kecha berayotgandik, oldingi kuni berayotgandik. Nimagadir bugun kech kelyapti-da, vaqtida bormayapti. Oshqozon uyg'onadi-yu, qo'zg'aladi-yu, ochlik. "Ey, ber" deydi. "Ey, ber. Nimaga bermayapsan? Ro'zamiz qaqdan beramiz?" Vaqt o'tgan sari ochlik battar azob beraveradi. Chanqoqlik battar azob beraveradi. U asrlardan keyin sillamiz qurib, tinkamiz qurib, yovvoshgina bo'lib qolamiz. Aytamizki, Parvardigor, men ro'za tufayli och qoldim. Men o'zim ixtiyorim bilan och qoldim. Bugun ro'zani birinchi kuni shunchalik ochlikni azobini tortyapman. Hali oldimda 29 kun bor. Parvardigor, men yo'qligi uchun och qolganim yo'q. Bor bo'la turib ixtiyoriy ravishda seni niyat qilib ro'za tutdim. Lekin yo'lin bir oy och yurganlarning kuni qandoq kechayotgan ekan? Ular nima yeyotgan ekan? Ular qanaqa o'tayotgan ekan kuni deb o'ylashlik uchun, o'sha ochlarning holini his qilishlik uchun Alloh taborak va taolo ro'zani bizlarga farz qildi. Bandam, sen-ku bir oy och qolsang, yil 12 oy och yurganlar bor, shularning holini bir his qilgin, tanangdan o'tkazgin deb Xudoy taolo Ramazon ro'zasini bizlarga farz qildi. Xomsun yufattorna savma deydilar. 5 ta amal bor, ro'zadorning ro'zasini buzadi deydilar. Birinchisi, yolg'on gapirishlik. Yolg'on qayerga kirmadi o'zi? Yolg'on qayerda yo'q, qani ayting? Qaysi xonadonda, yo'q qaysi ishxonada, yo'q qaysi hokimiyatda, qaysi bozorda, qaysi do'konda yolg'on yo'q, qani aytinglarchi? Iymoni butun yigitlar bor-u. Qoraka bizga bozor bo'lmas ekan, ilojsiz majbur qilar ekan yolg'on gapirishga deb bozorni tashab boshqa tirikchilik qilyapti shular. Bizni joyimiz emas ekan, ilojsiz yolg'on aralashtirmasangiz savdo bo'lmaydi, oladiganingizni ola olmaysiz, sotadiganingizni sota olmaysiz. Bizga to'g'ri kelmayapti. Qochyapti, yolg'ondan qochib ishni, tijoratchilikni tashab ketyapti. Bozorlarga kiring. Qayerda yolg'on yo'q, qani? Mashina bozorda yo'qmi? Probegini teskarisiga aylantirib, kraska yegan mashinani toza deb, urilgan mashinani toza deb sotayotganlar yo'qmi? Bor, to'lib yotibdi. Mol bozorda yo'qmi? Bir bechorani urug' olaman, kartoshka urug' olaman, jo'xori urug' olaman deb uyda sog'ib turgan sigirini olib kelib sotadi, majbur. Chunki unga birov pul bermaydi. Urug' olaman desa, majbur ichib turgan sigirini sotadi. Muttahamlar ana yerda ushab oladida, sotmaguncha qo'ymaydi, 10dan 9ni urib boyaga bechorani qaqshatib sigirini sotib oladida, bozorga olib kelib o'gay buzoqni ergashtirib ketiga. Endi majbur bo'lib qoldim, o'zi zo'r sigir 10 litrdan kam bermaydi, mana men javob beraman deb muttahamlar, haromxo'rlar ana shuni bir insonni qaqshatadi, ham sotuvchini, sotgan dehqonni, ham oluvchini qaqshatadi. Shu bilan bola chaqa boqyapti-da, shu bilan tadbirkorlik qilyapti. Yo'qmi bu narsalar? Qilmayaptimi shu narsa? Yo shularni bilmaysizlarmi? Har qadamda bor. Bozorga o'tirib olgan, 2ga 2 keladi xotinlar. Ro'za oyida ham yeb o'tiribdi-da, kunduzi yeb o'tiribdi. Ha, u ishlayapti-da u. Ishlamasa bo'lmaydi, yemasa bo'lmaydi. Kuni bilan zakat solsa yeb, shashlikni yeb, kechqurun uyga borganda kelin pishirgan masta va kasofatni og'ziga yoqmayapti. Kelinni shaltoqlikda aylab haydayapti. 3 kun och qolgin, 1 hafta ro'za tutgin, qora nonni ko'zingga surtib yersan agar bo'lmasa. Yana 5 so'm qoladi deydi. Kim o'tiradi 5 so'mga? Yolg'onmi bu? Sovchi boryapti. Kuyovni farishta qilib, voy o'g'limiz undoq, voy o'g'limiz mundoq, voy o to'ydan 2 kundan keyin asl bashara chiqibdi yurnarkaman. Alkash. Qani rost. Qizni farishta qilyapti. Voy qizimiz undoq. 2 kundan keyin asl bashara chiqib turibdi-yu. Yolg'on ustiga qurilyapti oilalar. Shuning uchun yiliga yetmayapti. 2-3 oyda ajrayapti. Yolg'on ustiga. Yolg'on ro'zadorning ro'zasini buzadi, birodarlar.